Implant qo'ydirdingiz, lekin implantlaringiz 2-3 oydan keyin tushib qolishini xohlamasangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki qanday tartibda implantlar qo'yilsa, uzoq yil, ya'ni 20-30 yil xizmat qilishini, bosqichlarini ketma-ket birma-bir tushuntirib o'tishga harakat qilaman va eng muhimi, videoning oxirida implantlar narxini ham aytib o'taman. Keling, bugun sizlar bilan implantatsiya jarayonigacha bo'lgan jarayonlar va bosqichlar qanday qismlardan iborat? Mana shular haqida gaplashamiz. Birinchi bosqich va eng muhim bosqich bu konsultatsiya jarayoni hisoblanadi. Chunki konsultatsiya jarayonida biz og'iz bo'shi holatini diqqat bilan o'rganib chiqamiz. Chunki mana shu holatda eng muhim jihatlar hisobga olinadi. Birinchi o'rinda tishlaringizning holati, ikkinchi bu prikusning holati, uchinchi bu milklarning holati va qolgan bor tishlarning holati va ularni okklyuziyadagi, ya'ni og'iz bo'shlig'ida joylashish holatlari yaxshilab o'rganiladi. Ikkinchi bosqichimiz bu barcha og'iz bo'shlig'idagi holatlarni, tishlaringizni biz 3D skanerlaymiz. Ya'ni buning asosiy vazifalaridan bittasi bu og'iz bo'shlig'idagi hozirgi paytdagi mavjud prikus holatlarini va u yerdagi tishlar va okklyuziya holatlarini barchasini yozib olish imkoniyatini beradi. Bunday holatda biz bo'lajak implantatsiyadan oldin va implantatsiyadan keyingi holatni rejalashtirishimiz uchun eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Uchinchi bosqich va eng muhim, asosiy, ya'ni implantatsiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, ya'ni mukammal bo'lishiga asos bo'ladigan bosqichlardan bittasi bu 3D rentgen usuli hisoblanadi. Hozir mana shu usulni siz bilan to'liq ko'rib chiqamiz. Ket. Mana o'sha implantatsiya jarayonini mukammal va eng muhimi og'riqsiz bo'lishiga sabab bo'ladigan asosiy desak ham bo'ladi tekshiruv usullaridan biri bo'lgan 3D rentgen apparati. Juda ham ko'p bemorlarimiz bizdan aynan implantatsiya jarayoni yoki boshqa diagnostik jarayonlarda ham 3D rentgen qanchalik kerak, balki shuni o'rniga kichkina rentgen qilsak bo'lmaydimi yoki 2D rentgen qilsak bo'lmaydi. Umuman rentgen qilish shartmi degan savollar juda ham ko'p berishadi. Keling, mana savollarga bugun aniq, batafsil va kengroq siz ham biz ham batamom oxir-oqibat tushunoladigan narsa qilib tushuntirib beraman. Ya'ni 2D rentgen bilan 3D rentgenda qanday farqi bor va aynan nima uchun implantatsiyada operatsiya jarayonlari, ya'ni mukammal va ishonchli chiqishlari uchun aynan 3D qanday tekshiruv, asosiy tekshiruv ekanligini bugun gaplashamiz. Mana bu qo'limdagi 2D rentgen apparati. Bunda biz nimalar ko'rishimiz mumkin? Ko'p holatlarda 2D da biz faqatgina bitta tish, ildiz atroflari yoki bir nechta tishlarni ko'rishimiz mumkin. Agar panoramik rentgen bo'ladigan bo'lsa, butun hamma atroflarni ko'rishimiz mumkin. Lekin bunda biz aniq suyaklarning uzunligi, qalinligi, zichligi va bundan tashqari atrofdagi sinus to'qimalar va nerv tomirlari, nerv tomirlarining kanallari holatlari yaxshi ko'rinmaydi va bundan tashqari eng muhim jihatlardan bittasi bo'g'im holatlarda ham biz atroflicha aniq ko'ra olish imkoniyati chegaralangan bo'ladi. Implantatsiya uchun eng kerakli bo'lgan jihatlardan bittasi, ya'ni to'qimalar 2D da ustmuz joylashganligi hisobiga, ya'ni uchasiga naslayение bo'lgani hisobiga biz noto'g'ri diagnostika qilish hisobiga katta va og'ir oqibatlarga, xatolar keltirib chiqarish imkoniyati paydo bo'lib qolishi mumkin. Mana bu esa 3D rentgen apparati. Buni 2D rentgen apparatda qanday farqlari bor va nima uchun aynan implantatsiya jarayoni uchun bu juda ham muhim? Shuni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Eng muhim jihatlardan bittasi bu har bitta suyak sohasini millimetrgacha srezda, ya'ni kesimida ko'rish imkoniyatini beradi. Bu esa biz rentgenda implantatsiyani to'liq millimetrgacha rejalashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari turli xil sinuslar, sinuslargacha bo'lgan masofalar, bundan tashqari nerv kanallari yoki qon tomir kanallari va ulargacha bo'lgan masofalar va bo'lajak implantatsiyani u atroflariga joylash holatlari aniq batafsil ko'rinadi va reja qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari biz reja qilayotganimizda aynan qanday implantantni qanday qalinlikda va qanday kenglikda ochishimiz mumkinligini, ya'ni suyaklarning zichligini, ya'ni qanday joyda yumshoq suyak, qayerda qattiq suyak va qayerda o'rtacha suyak bor holatlarni ham aynan 3D rentgenda aniq, batafsil va kengroq ko'rish imkoniyati mavjud. Va eng muhim jihatlardan bittasi aynan 3D rentgen borligi uchun bizda 3D shablonlar orqali, ya'ni aniq bo'lajak implantatsiya qayerga o'tadi, uni ustiga bo'lajak tishlar qayerga o'tadi, mana shular holati aniq reja qilish, diagnostika qilish va prognozlash, ya'ni bashoratlash imkoniyati va ishimiz sifatli va eng muhimi ijobiy va uzoq hal qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana hozir bemorimiz bilan real bemorimiz holati sizga rentgendan keyin uni tahlili qanaqa bo'ladi va shu orqali biz real bemorimizga qanday rentgen tahlil qilgan holatda implant o'rnatib berdi va bu qanday do-post holatini siz bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana rentgen bo'ldi. Rentgen tushgandan keyin biz oldimizda mana bunday holatni ko'rishimiz mumkin. Bu holatni ko'rishimiz bo'yicha, demak, tishlarni holat, ildiz holatdagi holati, mana bu yerda chomonlashlar va yeringlari bor, bunaqa joyda suyaklar nisbatan kam. Agar suyakning chegarasini ko'radigan bo'lsak, suyak chegarasi mana bunday holatga ketganini ko'rishimiz mumkin. Pastki jag'da bo'lsa
bundan ham pastroq holatini ko'rishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu sohalarda aynan suyagimiz juda ham ingichka va past. Shuni hisobiga zichligi ham o'ta zich emas, o'rta zichlikda. Tepalarida bo'lsa, ayniqsa mana bu sohalarda suyakni qalinligi va g'ovaklik jihati juda ham g'ovakligini ko'rishimiz mumkin. Va yana ko'rishimiz mumkin, mana bu holatda har bitta tishning uchlarida shamolash belgilari borligi va mana bu tishlarimizni qimalash darajasi yuqori bo'lganligi hisobiga tahlilda shuni xulosaga kelindiki, bu tishlar hammasi olib tashlanadi va o'rniga implantlar o'rnatiladi. Biz ushbu bemorimizga all-in-6, ya'ni hammasi 6 da, ya'ni har bir jag'da 6 da implant qo'yish va uning ustiga tishlar qo'yish usulini tanladik. Chunki bemorimizga tushuntirib bera oldik. Ya'ni rentgen bo'lganda, rentgen to'g'ri tahlil qilinganida va rentgendagi bo'layotgan holatlar bemorga to'liq ochiq oydin tushuntirib berilganda va tahlillar natijasida bu yerdagi holat kelajakda o'zini qanaqa tutadi, shuni hal qilgandagina siz bemoringizga aniq ishonch bilan bashoratlasa bo'ladigan ma'lumot bera olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu instrument hozir ko'rib turgan 3D rentgenografiya to'g'ri ma'lumot beradi va bemorga ishonch va bo'ladigan implantatsiya jarayoniga ishonch beradi. Mana bu holatda ko'rib turibsiz, bemorimizni hamma ko'radigan, ya'ni siz bilan biz ko'radigan holat. Ko'pincha bemorlar mana shu holatni ko'rgandan keyin aytishadi, "Mana bu tishlarim ahvoli yaxshi-ku, yaxshi turibdi-ku" deb. Ha, to'g'ri, bu tishlar yaxshi turibdi, lekin yaxshi ishlamasligi va yaxshi ertaga natija bermasligi ma'lum. Nima uchun? Chunki biz boyagi 3D rentgenda ko'rgan natijalarimiz, tahlillarimiz bu tishlarning birontasi kelajakda yaxshi natija bermasligi oydin va aniq ifoda bo'ladi. Shuni hisobiga mana bu holatda ko'rdingiz va endi keyingi holatda hozir biz qanday holatda implant qo'yganmiz va implant qo'ygan holatini rentgenni ko'rib chiqamiz. Mana bu holatda hozir endi bu rentgen, ya'ni implantatsiyadan keyingi holat. Ya'ni bu yerda ko'rganingizdek to'g'ri rentgen, 3D rentgen to'g'ri tahlil qilinishi va vrach stomatolog xirurg tomonidan to'g'ri rentgenlarning pozitsiyasi ortoped stomatolog bilan birga o'rnatilgan holatni ko'rib turibsiz. E'tibor berishingiz mumkin, nima uchun ba'zi bir implantlar to'g'ri turibdi, ba'zi birlar burchak ostida. Sababi shuki, biz rentgenni tahlil qilgan paytimizda ko'rdikki, aynan chaynov sohalarida eng biz uchun bemorlarimiz ko'p e'tibor bermasdan yuradigan holat, ya'ni tishlar yo'qotilgandan keyin suyaklar erib ketishi va shuni hisobiga atrofiya kamayib ketish hisobi ko'rinadi va shuni hisobiga bu yerda biz katta implantlar qo'ya olmaymiz, uzun implant qo'ya olmaymiz. Lekin katta implant qo'ya olmasak, ertaga natijaga, chaynov samaradorligiga va ovqatni yaxshi chaynanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuni hisobiga biz burchak ostida, ya'ni implantlarning suyaklar ko'proq bo'lgan joyini hisobga olgan holatda eng muhim nagruska, ya'ni katta bosim tushadigan joylarni burchak ostida uzun va qalin implantlar qo'yish imkoniyati berganmiz. Shuni hisobiga all-in-4 yoki all-in-6 holatlarida odatda implantlar mana shunday burchak ostida qo'yiladi. Bu esa o'z navbatida bosimni to'g'ri taqsimlash va bo'lajak implantlar va bo'lajak tishlar uzoq va mukammal xizmat qilishiga yordam beradi. Demak, mana bu holatni ko'rib turibsiz. Bu holatda biz og'iz ichida implant qo'yilgan holati. Endi mana bu joy sizni ozgina cho'chishi mumkin, lekin xavotir olmang, chunki bizni kuzatuvimiz va bizni o'sha nazoratimiz ostida bo'lgan holatda bir haftalik milk mana shunday holatda bo'ladi va bu hozir eng yaxshi bitayotgan holat hisoblanadi. Va bu holatda biz bir hafta, e'tibor bering, bir haftadan keyin mana shu holatni ko'rib turibsiz. Bu tepacha holati, mana bu pastcha holat. Mana bu holatlar esa o'sha bemorimiz endi suyoqat yoki shunga o'xshagan kashlagan hisoblariga qarashlar yig'ilib qolgan holati. Bu yirik emas, chunki milklar yaxshi, holatlari ham yaxshi hammasi va bu holatga biz keyingi etapda ustilariga временный koronka o'rnatib berganmiz. Ya'ni vaqtinchalik koronka, ko'rganingizdek 4 ta implantlariga 10 ta koronka yuqori jag'iga o'rnatib berganmiz. Mana bu holat esa bu demak tepa jag'iga 10 ta koronka va pastki jag'iga 10 tadan vaqtinchalik sun'iy qoplama o'rnatib bergan holatimiz. Ya'ni bemorimiz mana shu enrich implantlar o'rnatilgan bu yerda va o'sha implantlarimizni ustiga bir haftadan keyin o'rnatib bergan koronkalarimiz. Ya'ni bemorimiz faqatgina bir haftagina tishsiz yurdilar va ustilariga vaqtinchalik sun'iy qoplama qo'yib berdik. Bu sun'iy qoplamalar endi bemorimizning tishlari doimiy ustiga koronka qo'yish uchun bo'ladigan vaqt oralig'ida tishsiz qolmasliklari, ya'ni ovqatlar, yumshoq ovqatdan chaynab turishlari va qolaversa tabassumlari go'zal bo'lib turishlariga yordam beradigan holat hisoblanadi. Demak, mana bu holat esa bizni yakuniy holatimizni yuz ko'rinishini ko'rib turibsiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, tishlari o'zlariga juda ham yarashgan holatda, lekin e'tibor beramiz, bu vaqtinchalik koronka, ya'ni vaqtinchalik sun'iy qoplamalar hisoblanadi, lekin shunday bo'lsa ham bemorimiz o'zlariga juda ham moslashib turibdi va og'iz holatidan ham prikusdan tekshirganimizda hammasi o'zini o'z o'rnida va xudo xolasa ma'lum bir vaqtdan keyin suyaklar yaxshi holatga kelib olgandan keyin implantlar ustiga doimiy bundan da go'zal tishlarni qo'yib o'rnatib beramiz. Xo'p, endi sizda savol tug'ilishi mumkin.
qaysi implant tanlash kerak? Ularni narxlari qancha? Har bitta implantni rezbasimon bir xil-ku, lekin narxi har xil. Ular bir-biri bilan nimasi bilan farq qiladi? Hozir mana shu savollarga birma-bir javob berishga harakat qilaman. Biz Germaniya standartlariga asoslangan Koreyada ishlab chiqarilgan premium sifatdagi Megagen implantlarni hamda implantatsiyani ona vatani bo'lgan Shvetsariyada ishlab chiqarilgan Straumann implantlaridan foydalanamiz. Keling endi tish implantlari haqida birma-bir batafsil gaplashsak. Hozirda biz 4 xil implantlardan foydalanamiz. Ya'ni ular ST, Anyone, Enrich va Straumann implantlari hisoblanadi. Bu implantlarning o'zaro narxi ham va ularning xususiyatlari ham bir-biridan to'laligicha farq qiladi. Demak, birinchi implantlarimiz bu ST implantlari hisoblanadi. ST implantlarining asosiy xususiyatlaridan bittasi bular alyuminiy oksid kukuni yordamida suyak ichki qismi bombardimon qilinadi, ya'ni g'adir-budirligi oshiriladi. Bu esa ularni suyak bilan ko'proq yuza orqali birikish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda ST implantlarning bitish vaqti 3 oydan 6 oygacha vaqtni tashkil qiladi. Bugungi kunda bizning klinikamizda ushbu ST implantlarimizning narxi 3 million 200 ming so'mni tashkil qiladi. Keyingi implantlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bu Anyone va Enrich implantlari. Ushbu implantlar ST implantlardan farqli ravishda ularning yuzasi, ya'ni suyak ichki qismi SLA Active tipidagi kalsiy bilan boyitilgan X-Speed yuzaga ega bo'ladi. Ushbu implantlar ushbu yuza ularning osteointegratsiya jarayoni, ya'ni suyak bilan birikish jarayonini tezlashtirib beradi. Shuni hisobiga Anyone implantlarini bitishi 2-2,5 oy, Enrich implantlari esa 1,5 oy ichida ustiga doimiy tish qo'yish uchun tayyor bo'lishadi. Albatta, yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar nafaqat implantlarning turiga, balkim suyakning holatiga, bemorning umumiy somatik holatiga, qon tahlillariga va shu kabi boshqa faktorlarga asoslangan bo'ladi. Shu bilan birgalikda Anyone implantlari 4 million 900 mingni, Enrich implantlari bo'ladigan bo'lsa 5 million 750 ming so'mni tashkil qiladi. Anyone va Enrich implantlarining yuzalari SLA Active kalsiy bilan boyitilgan X-Speed yuzaga ega bo'lish bilan bir qatorda, lekin o'zaro bir-biridan farqli qismlari bor. Ya'ni bu qismlar aynan rezbaga to'g'ri keladi. Enrichda ushbu rezbalar diametri kengroq va chuqurroq bo'ladi va bu o'z navbatida suyak kam bo'lgan yoki suyak yetarli bo'lmagan joylarda ham kerakli miqdorda suyaklarni o'zaro birlashtirib, osteointegratsiya jarayonini tezlashtirishga va ko'proq yopishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingi implantimiz bo'ladigan bo'lsa, bu implantatsiyaning vatani bo'lgan Shvetsariya brendi bo'lgan Straumann implantlari hisoblanadi. Ushbu Straumann implantlari o'sha implantlarni eng o'sha kuchli, ya'ni 60 yillik ilmiy tajribaga ega bo'lgan implantlar hisoblanadi. 60 yil davomida ilmiy tadqiqotlar natijasida doimiy mukammallik bo'lib borgan implantlar. Bundan tashqari ularning yuzasi ham SLA va SLA aktiv qoplamaga ega bo'ladi. Bundan tashqari ushbu implantlar suyak bilan birikish imkoniyati shunchalik tez, o'sha Enrichga o'xshab 1-1,5 oy ichida ustiga doimiy tish qo'yish uchun tayyor bo'ladi. Bundan tashqari ushbu implantlar har qanday suyak holatlariga ham qo'yilishi va hattoki miriklar juda ham ingichka va yetarli bo'lmagan holatda ham bemalol qo'yish imkoniyatini beradi va kompaniya o'zining ta'biri bilan aytganda bir marta implant qo'ying va umuman bu muammoni unuting deyilgan. Ya'ni bu implantlar orasida implant mashinalarining Mercedes kabi nomlanadi. Ushbu implantlarimizning narxi bugungi kunda klinikamizda 9 million so'mni tashkil qiladi. Yana bir muhim jihatlardan bittasi bu Straumann implantlarini bosimga chidamlilik darajasi. Ya'ni bugungi kunda Straumann implantlarning bosimga chidamlilik darajasi bu 265 kg deb hisoplasak, 265 kg tashkil qiladi. ST implantlarimiz esa 165 kg. Farqni ko'ryapsiz. Lekin bir narsani hisobga olish kerak. O'rtacha inson agar ovqat chaynayotgan paytda juda ham qattiq ovqat yegan taqdirda ham o'rtacha og'irlik darajasi 50 kg dan 100 kg gacha bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, har qanday implantlar, ya'ni biz tanib o'tgan implantlarning barchasi ham ovqat chaynashda, bosimda ham baribir xavfsiz va mukammal natijani beradi. Ya'ni agar suyak normal bo'lgan bemorlarimizda ham ST implantlarni qo'yadigan bo'lsak, ushbu implantlar ham kelajakda bosim qabul qilishda, ovqat chaynashda va shu kabi masalalarda ham bemalol ishonchli va xavfsiz implantlar hisoblanadi. Mana sizlarga demak implantatsiya jarayoniga qanday bosqichlarda tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi va aynan har bitta usul nima uchun muhimligini va qolaversa bizning bugungi kunda klinikamizda qanday implantlar qo'llaniladi, bularning o'zaro bir-biridan farqli va narxlari bilan sizga ma'lumotlar berib o'tdim. Agar ushbu berib o'tgan ma'lumotlarim sizga implantatsiya haqida va ushbu jarayonlar haqida sizga ma'lumot bergan bo'lsa va sizdagi muammolarga, og'riqli savollaringizga javob bera olgan bo'lsam, o'zimni xursand his qilaman. Yana bir narsani eslatib o'tish yodimdan ko'tarilibdi. Ya'ni oramizda o'sha bemorlarimiz, kuzatuvchilarimiz ichida ko'p bemorlarimiz aytishi mumkin. Mening umuman tishlarim yo'q, tepajag'imda ham pastki
jag'imda ham nima endi men 24 ta yoki 28 ta implant qo'ydirishim kerakmi, har bitta yo'qotilgan tishimni tiklash uchun deyiladi. Yo'q, unday qilish shart emas. Ya'ni bugungi kunda 4 ta har bitta jag'ingizga yoki 6 ta implant qo'yish bilan ham butun jag' tizimingizni funksional holatini, samaradorligini tiklasa va siz maza qilib ovqat yeyish imkoniyatini berish mumkin bo'ladi. Buni qanday qilish mumkin? Buni qilish uchun sizga professional stomatologning professional diagnostikasi kerak bo'ladi. Aynan shu holatda sizni butun tepada ko'rsatib o'tgan ketma-ketni sanab o'tgan holatda sizga nima to'g'ri bo'ladi va qaysi usul sizga ko'proq foyda beradi? Buni aniq siz bilan tahlil qilib chiqishimiz mumkin. Kuzatuvchilarimiz ichida siz hozir sanab o'tgan muammolar menda ham bor. Sizni manzilingiz qayerda, qanday qilib sizni ko'rigingizga yozilishimiz mumkin deganlar bo'lishi mumkin. Shunday insonlarga men hozir o'zimizni manzilimizni eslatib o'taman. Bu, demak, Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida Bobur ko'chasi 61-uyda bizning klinikamiz joylashgan. Agar siz professional stomatologik implantatsiya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu videoni ostida link qoldiramiz. Ushbu linkdan siz ro'yxatdan o'ting va o'zimiz siz bilan bog'lanib, sizni ko'rikka yozib qo'yamiz. Profilimda shu kabi sizni qiziqtirgan va balkim kelajakda qiziqtirishi mumkin bo'lgan holatlarni yechimlari bilan hal qilgan va ko'rsatib bergan, aytib bergan videolarim juda ham ko'p. Yo'qotib qo'ymaslik uchun profilimga obuna bo'lib qo'ying.